Coca-Cola mahsulotlari to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Coca-Cola shirkati ishlab chiqargan ichimlik va boshqa mahsulotlarni iste'mol qilishga bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Necha 10 yil mobaynida dunyoning har qaysi joylarida Coca-Cola va shuningga o'xshagan Pepsi-Cola qatorliq gazliq ichimliklar tarkibida spirit moddasi va hazm qilishga foydali enzim yoki pepsin moddasi bor deganga o'xshagan mubolag'a aralash gap so'zlar chiqib turibdi. Mening bilishimcha, ta bugunga qadar Coca-Cola qatorliq gazliq ichimliklar tarkibida undaq harom modda borligi ishonchli faktlar bilan isbotlangani yo'q. Spirit moddasida olimlar ikki xil qarashda bo'lib, biri pok degan qarash, yana biri nejis degan qarash. Mazkur ikki qarash ichida pok degan qarash jalliq. Lekin spirit mast qiladigan modda bo'lg'achqa, uni yoki tarkibiga u kirgizilgan yemak-ichmaklarni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Faqatla uningdagi spirit persenti intayin tuvan bo'lib, mast qilmaydigan bo'lsa iste'mol qilsa bo'ladi. Enzim yoki pepsin moddasi odatda cho'chqa yoki boshqa halol hayvonlarning oshqozoni yoki uchaylardan ilinadigan enzim yoki yelimdak modda. Bu enzim bilan ishlangan yemak-ichmaklarni iste'mol qilishdimi olimlar ikki xil qarashda. Birinchi, halol. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sahobalar yasalishiga ashundoq enzim ishlatiladigan turuqliq Rim yoki boshqa ellardan kelgan pishloqlarni iste'mol qilgan. Qarashga asosan uningdagi enzim asosli tarkib bo'lmasdan oz miqdorda qo'shiladi. Ikkinchi, agar cho'chqa yoki shariat harom qilgan hayvondan chiqarilgan bo'lsa, harom bo'ladi. Shar'iy bo'g'izlangan halol hayvondan yoki o'simlikdan chiqarilgan bo'lsa, halol bo'ladi. Yana bu ichimliklarning ismlarini ta'tir o'risa, Alloh va Rasulini inkor qilgan mazmun chiqadi deydigan gaplarning asosi bo'lmagandek, Pepsi degan markaning har bir sentini Isroilga yordam qil degan so'zning qisqartirilmasi bo'lishi notayin. Yana mening bilishimcha, ta bugunga qadar mo'tvar shar'iy organlarning birarasida tarkibida harom yoki ziyonli modda borligi sababidan Coca-Cola qatorliq gazliq ichimliklarni harom deydigan biror fatvo chiqmagan. Kola tarkibida shekar va shuningga o'xshagan ma'lum kishilar iste'mol qilsa ziyonli bo'lgan yoki odatdagi kishilar ko'p miqdorda iste'mol qilsa ziyoni bor moddalar bo'lishi aniq. Lekin bu uni harom deyishga asos bo'lolmaydi. Chunki odatdagi halol yemak-ichmaklarimizmi ma'lum kishilarga yoki ko'p iste'mol qiladiganlarga o'xshashli ziyon qiladi. Dunyoning har qaysi joylarida milliardlagan kishilar necha 10 yillardan beri kolani iste'mol qilib kelayotgan bo'lsa-mu, uning tan salomatligiga bevosita ziyoni borligi isbotlanmagan. Ba'zilar kolaning tarkibi texnicha ma'lum emas deb yoki uning tan salomatligiga ziyoni bo'lishi mumkin deb qarab, islomdagi shubhalik narsalardan nari turish qoidasi bo'yicha Coca-Cola qatorliq ichimliklardan o'zini tortgan tuzuk deb qaragan, lekin uni harom demagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Halolmi aniq, harommi aniq. Ularning orasida qolgan shubhalik ishlar bor. U ishlarning hukmini nurg'un odamlar bilmaydi. Shubhalik ishlardan saqlangan odam dinini va obro'yini pok tutgan bo'ladi. Shubhalik ishlarni qilgan odam cheklangan rayonda poda boqadigan cho'bonga o'xshaydi. Poda har anda bu rayonga kirib ketishi mumkin. Har podshohning bir cheklangan rayoni bo'ladi. Allohning cheklangan rayoni bo'lsa, harom qilib bekitgan ishlardan iboratdir. Quloq solinglar. Badanda bir tushlam go'sht bor. U go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Ammo tegi Yahudilarga oid bo'lganligi yoki Isroilga yordam qilganligi yoki musulmonlarga haqorat qilganligi sababidan Coca-Cola shirkati va shuningga o'xshagan bir qism shirkatlarga manfaat yetkazmaslikni va ularga qarata iqtisodiy besim qilishni tashabbus qilgan Imom Qardaviy boshchiligidagi ba'zi ulamolar ijtihod qilib, musulmonlarga qarshi urush ochgan Isroil va Amerikaga o'xshagan davlatlarning shirkatlarini yoki undaq davlatlarga bevosita yordam qiladigan shirkatlarni boykot qilish vojibligi. O'rnida turadigan boshqa tovarlar topilgan ahvolda u shirkatlarning tovarlarini sotib olishning haromligi to'g'risida fatvo bergan. Va buni iqtisodiy jihad deb atab, kimiki undaq tovarlarni sotib oladigan zolimlarga hamdam bo'lgan,
musulmon qarindoshlarining qirilishiga sabab bo'lgan bo'ladi. Bu shirkatlarni boyqut qilish, Allohning do'stini do'st tutish, dushmaniga dushman bo'lish, musulmon qarindoshlariga hamdamda bo'lishdek iymonning taqozosi. Musulmon kishi kundalik savdo-sotiq, iste'mol va boshqa barliq ishlarda buni vujudga chiqarishi lozim deb qaragan. Xulosalasak, Coca-Cola ichimligi toki uning tarkibida harom yoki ziyonli modda borligi va bu moddaning ximiyavilik ishlab chiqarish natijasida boshqa halol, pok, ziyonsiz moddaga aylanib ketmaydiganligi isbotlanganiga qadar uni kesib harom deb etishga bo'lmaydi. Faqatla tarkibidan yoki ziynidan gumonlanganlar uningdan o'zini tortsa yoki iqtisodiy boyqut qilish uchun sotib olmaslikni to'g'ri topsa bo'ladi. Coca-Cola shirkatining boshqa mahsulotlarimi shunga o'xshash. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom, 88 numberlik fatvo.